Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lib biz bu programmamizda har qaysi ilm ahillarimizni, har qaysi sohada yetishgan ustozlarimizni, jamiyat rahbarlarimizni taklif qilib, millatimizga aloqador bo'lgan har xil mavzularda suhbat elib berib kelyapmiz. Shuning jumlasidan bugunmi oqidan 2 program o'tkazdik aytgandan buyon. Hammalarga tanışıq bo'lgan ilgirmo suhbatlarda, bizning suhbatlarda bo'lgan. Bugun ham 2 temada Hong Kong xalqining namoyishiniki bizning Uyg'urlarga ko'rsatilgan fursat va xislari. Shundaqla ikinci programmamizda biz Turkiyaning Sharq Turkiston masalasi bo'lgan mustaqillikdagi o'rni haqida suhbat elib bordik. Her ikkilisine ait güzel, kıymetli bir program oldu deb o'ylayman. Albatta bugünkü mehmanimiz Türkiye'nin sırtından başka şehirden kelganligi uchun bugün bu fırsatdan foydalanib oqidan suhbat qilib olaylik deb o'yladik. Hozirgi programmamiz bo'lsa 100 mashhur Uyg'ur kitobi haqida. 100 mashhur Uyg'ur kitobi. Ammo tanishlik biz ilgari xabarlarimizdan ba'di İstanbul'daki vatanperver, faaliyetçi, uzun yıllık vatan davasıda can koydurup hizmet kılatkan qarindoshimiz, septishimiz Mehmet Tursun Uyg'urninki qalamga olgan bu kitob haqida o'zimni yozuvchi bo'lganligi uchun bugungi mehmonimiz Mahmudjon Erkin efendim. Bu kitob haqida biroz tushunchalarni o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Bu suhbatga bugun Turkiyaning sirtidan mushu atgandan buyon o'tkazgan barliq suhbatlarimizga qilish uchun taklifimizni qabul qilib kelganligi uchun oldi bilan Qarabağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı magistr o'quvchisi, shunday yozuvchi Mahmudjon Erkinni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashlab qolganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Allah ajrlarni bersin. Xalqimizningki ovozi bo'layotsizlar. Xalqimizning ahvozlarini butun dunyoga anglatish uchun yuraklarni sarf qilib barliqlar bilan terishyapsizlar. Hammamiz o'rtaq kuch chiqarib, qo'limizdan birimizning qo'limizni tutib pulas zanjir asir qilib, tajovuzlik ostida zulm asir qilgan Sharq Turkistonning o'rtaq kuch asosida Allohningki yordami bilan ozodlikka erishtirishimizga o'rtaq tirishaylik. Rahmat inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdirlayotdi. Ekran oldida chiqib turgan nomerlar orqali yoki shu naq maydonga inkas, fikir, taklif arqadan siyosiylarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Xo'sh, programmamizga kirsak, hammamizga tanishib bo'lgan balkim nurg'un Uyg'urlarimizning uyida bo'lishi kerak deb qaraymiz bu kitobni shu vaqtida degan to'q xabarlarimizda bo'lishi kerak bo'lgan bir kitob bugungi. Bu kitob haqida Mahmudjon sizningki aldı bilen hatta bir qancha ay burun siz bir maqolam yozdingiz bu kitobni o'qib chiqqandan keyin 100 mashhur Uyg'urning almasdek ruhiy mangu chaqnasin deb. Uningda bu kitobningki ortiqchiliklarini tilg'alib o'tdingiz. Aldı bilen biz sizningki mush kitob haqidagi umumiy tushunchangizni bir bilib o'tsak aldı. Men bu kitobni tanishtirishdan burun yozuvchilarga bo'lgan o'zimning ko'z qarashini deb o'tib ketay. Men yozuvchilarga derken yani umumiy yozuvchilarmi yoki Mehmet Tursun efendim? Ya, yozuvchilarga deymiz, endi yozuvchilar zaten nemish qiladi. Xo'sh. Men shuni uchun bir savol ekan. Men siz meni yozuvchi dedingiz. Men de bir o'zimni yozuvchi deb o'ylamayman, chunki bir xalq ehtiyojli bo'lgan saylarda qalam tavritib xalqimizga nisbatan ma'naviyatni betalayig'dek, shu zulmdan qutuldig'idek bir yaxshi asar maydonga yozib chiqmoq amatorchiman. Men İstanbul'dan Sapaköy kelgicha yo'lda bir odamning ishni tishlaganini ko'rdim. Bugun. Tushunamsiz? Tushunmaysiz. Chunki u mumkin emas. Ammo odam tishlab oldi desam tushunamsiz? Tushunasiz. Onda bo'lsa yozuvchi dal mana mushni ifodalaydi. Odamning ishni tishlab olishini bu xato. Sende muşun hata degidek tefekkür bakken özünün zalalet turmuşunu yoki özünün bir insanlığını bileligidek sende bir iqtidor bakken sen bu iqtidoringni o'zingga qaz
sen jariy qildirib xalqing uchun, millating uchun, inson uchun xizmat qil deydi. Yana masalan bir shaparang boshliq bir maymun bir kuni ko'lda bir oqqon tutib olibdi. Tutilib, uningga to'y qilish taklifini qo'yapti. Agar men bilan to'y qilmasang, men seni o'ldirayman deb. O oqqo uning shaparang boshliq maymunning yuziga tükürüptü. Bu amaliyotda hech qanday bir logikaga, grammatikaga tushmaydigan bir mantiqsiz gap. Yozuvchi mana reallikqa mos kelmay yashayotgan insonlarni shundoq ishbadliqdir. Ya shundoq yashayotgan insonlarni, maymun boshli insonlarni sana to'g'ri yo'lni ko'rsatib, oqqudek yasha, go'zallikka intildirdi. Yana masalan, bir hech qanday bir ish qilmaydigan, butun badanni qo'ng'ir tamak besib ketgan, kir qat besib ketgan bir odam to'satdan oldiga bir oltin chiqib qoldi deyli. Ma'lum miqdorda. Bu oltinni ko'tarib, dek jo'g'irib ketib bordi, xushallikdan. Qiyinqan patmay. Lekin uni keyinda bir yozuvchilik kappa tutib oldi. Sen yaratquchini o'yla dedi. Amaliyotda u jo'g'irib ketib qolgan vaqtida agar yozuvchi tutolmagan bo'lsa, u ko'z yetkisiz bir hang'i tushib ketadi, oldida hang batdi. O hangdan uni hayotini qutqizib qoldi. Demak, o yozuvchi yana u yerda nimani deydi? Sen ulug' Allohning yaratishiga yaralmış qonuniyati bo'yicha insonlikni namoyon qilib, tirmishib yasha. Hayotlikni so'y qimmat. Mana bu yozuvchininki haqiqiy xalqqa taqdim etadigan nimalar. Mening qarshimda, meningki tushanchamda. Demak, endi asli temamizga kelsak, Mehmet Tursun Uyg'ur akamiz milliy qahramonimiz deyotgan xalqimiz, men milliy qahramonim deydi. Mehmet Tursun Uyg'ur akamiz shu mustamlika Sharq Turkistonning erkinligi, ozodligi, hurligi uchun qo'lidan nima kelsa, kelgan dairqacha hattoki issiq hayotini 2008-yili 8-oyning 8-kuni Beyjingda yiqilgan Olimpik masjidga u yerda bir masjidga o't yiqilgan bo'lsa, bu yerdagi Uyg'ur xalqininki erkinlik, hurlik bir masjid yiqilibdi. Shu darajada taqdim qilib, nim qilgan bir Mehmet Tursun Uyg'ur akamning shu kitobini o'qigandan keyin men shunda xush bo'ldim. O'zimcha shunda faxrlandim. Nima deganda, men bir bay dediniz, siz deysiz yozuvchi deb ham. Men ancha-muncha qalam tavritmay yozaman. Nima uchun deganda bu Mehmet Tursun Uyg'ur akamning kitobida buning muqovasini chiroyliligi, u bu narsa meningcha qimmati yo'q. Bunu Mehmet Tursun akam o'zim biladi deb o'ylayman. Ammo buning ichidagi narsa nihoyat qimmatli. Masalan, galaylik. Shunda ochqanchaqda buningda burunqi, masalan, bizning tariximizga 2000 yil oldidagidan tortib, eski tarixlarimizda o'tgan podshohlarimiz, bilim odamlarimiz, qo'mondonlarimiz, bilim odamlarimiz o'tirib qo'yibdi. Rishad Nurungirning mana bir gapi bor. Qahramonni xalq yaratadi deb. Shu qahramonlarning dostoni orqali shu bir millat, bir davlat o'zining tarixini yozib chiqa oladi. Agar shu qahramonlar bo'lmasa, u tarix ko'p qolib qoladi. Masalan, bizning tariximizga qarab baqsaq, bizning shu o'zimizni deymiz. Biz bunda madaniyatli millat deymiz. Tariximiz unda boy deymiz. Biz bunda tarixchilik natija yaratgan deymiz, lekin tariximiz ko'p. Nimishqa tariximizni bog'laydigan bir real qahramonlarimiz yo'q. Bakken, mana bu kitobni o'qigandan yo'q tushundim. Bakken, tariximiz intayin bir butun sog'lom darajada saqlanib ketdi, bakken. Ammo bizda u tariximizni qezib chiqmagandan keyin bir xil kavakchilikka qolib qolgan gap. Mehmet Tursun Uyg'ur akamiz mushuninga, mush kavakchilikka shu xotirjam holda o'zining barliqini taqdim turib, pichoq urib, mush holatni to'ldirib chiqibdi. Masalan deylik, men hozir hamma Uyg'urni men boshliq 4-avlodini so'ylab baq desa, so'zlab baq bilmaymiz. O'tib kelsa 5 vaqtga to'xtab qolamiz. Masalan, mening dadamning ismi Erkin, cho'ng dadamning ismi Mehmet Qasim, Mehmet, cho'ng dadamning dadasining ismi Qasim, uni o'tib men bilmayman. Aynan ekan bizning tariximiz nihoyatda nima? Tajovuzlikqa biz shu hech bir masalan Ching sulolasi kelsa, Manjuli kelib
Galdallık ketkendan keyin Manju kelip, Manjudan Gomindan kelip, Gomindandan keyindan Kompartiya Kommunist Xitoy imperiyasi kelip bul kelgancha qiladigan birinchi ishi tariximizni ko'ydirib o'tish, madaniyatimizni xarini vayron qilib o'tish. Manda bo'lgandan keyin bizning tariximiz bir xil o'zimizni bilinmaydigan bir uzuk holatda. Mushundaq bir xil tarix ko'milib ketgan vaqtda menda bir yaxshi kitobni yozib chiqish nihoyatda bir tarixiy qimmatimiz yuqori ham yozuvchidan jiq aqliy emgak, jiq terishishni, jiq materialni ko'rib izlanishni talab qilgan bir nihoyatda yuqori bedel talab qilgan bir nimoyish. Buni kitobda men oldim. Mehmet Tursun Uyg'ur qahramonimiz Mehmet Tursun Uyg'ur akimizdan o'zi mashhur shaxs kitob chiqibdi degandan keyin men bu kitobni hamda sizmi bilasiz, men İstanbul'dan Jiroq yerda yashayman, Qarabükdə. Aralığımız 5-600 kilometr. Hem de o yerde kelip ketip ekilishmi menga nisbatan ham sal qulaysiz. Bu qachon elib bir o'qiyaman. Nemishqa? Men Mehmet Tursun Uyg'ur akimizdan yozganligidan emas. Bunu kim yazışdan qatnadi? Ama tariximizda qanday bir mashhur odam o'tib, bizning tariximizda qanday bir saltanatli davrdan boshdan kechirgan bo'lgandik. Qanday bir tarixdan madaniyat yaratgan bo'lgandik. Qanday til ishlatgan bo'lgandik. Deb men bundan ensirab, men buni o'qishga olib ketdim. Yani lekin buni shu Qarabük universitetida o'qiydigan bir Uyg'ur o'quvchi İstanbul kelganda ag'ash keldi, men o'qidim. O vaqtda yomon bir qiziqish bo'ldi. O'qigan shunda hayajonlandim. Tariximizda mo'shundaqmi bir ulug' insonlar o'tib ekan, ajab bir shunda bo'ldik deyish bilan birga oilamning qo'shig'i debdi. Hozir qiz tug'ildi, hozir 1 yoshdan oshdi. Anaki shu vaqtda oilamdan deyishdi, o'g'il tug'ilib qolsa o'g'izxon qo'ymiz, qiz tug'ilib qolsa tumaris qo'ymiz deb. Nemishqa? Kitobning ta'siri. Yani kitobning ta'siridan. O'g'izxonning bizning ajdodimiz ekanligini bildik. Ammo biz o'g'izxon desa o'g'izxon deb yurgan. Bu yerda anlagan çalı rivayetlerimiz, efsanelerimiz asasıdırlar. Oğuzhan degan manda adi. Kökbörüge yol başlagan, ya Kökbörü onun yol başlagan, Kökbörünün emip çoğun bolgan deb. To'xtayibning Börana degan romanni o'qish jarayonida men shuni olgan. Lekin ma kitobni o'qigandan keyin asli Oğuzhan degan mama ishni qilgan ekan qo. Tunji imperiya qilgan ekan qo. Tunji qitim dunyoda hozirgi shu qurultay içip hem de mesela devlet meclis şekilde qurultay içip özünü Uyghur deb damalqı bir devlet şeklini o'tirib qo'ygan odamkan qo degan nes qildim. Ana dekin qahramon ayol Tumaris. Tumaris degan ismni qiz to'liq bas Tumaris qo'ymizdir. Nemishqa tariximizda mandaqmi ayollar o'tib ekan. Vatanning erkinlikka, hurlikka uchun o'zining issiq jinini, o'zining bolasini hamma narsadan voz kechiradigan bizningki shundaqla bundan keyingi keladigan nasllarimiz uchun haqiqiy bir botir ayol ekan. O'z ish harakatlarimizga jannat yotaq ayolim bor ekan deb men o'shanda ilhomlanib Tumarisga ismini qo'ydim. Andan keyin men yana bir nozik bir masala bor. Amalaymadimki falsafani biz endi Aflatundan ya'ni Gerxildan maydon kelgandaymiz. Xo'sh. Lekin bu Aflatunniki maydon keltirgan falsafasi bizga qaysi xil shakllanchaga yoki biz u falsafani mana chirib qabul qilgandan keyin biz betibdik. Buni paket bormi? Desa Aristotel nima bor ekan? Abu Nasr Farabi bor ekan. Bu adam orqali buni ko'rdik. Va biz mushundaq dangliq falsaflarni maydon keltirgan qo'da biz qildik. Anadagi ma Türk qarindoshlarimizdan talishib qoldik-da. Hozirgi ma siyosiy, davlatninki bir xil demokratik shaklda davlatni boshqarish ideologiyasi Yevropa tarafida barliq kelgan deydi. Xo'sh. O'rta asrdan tortib barliq kelgan. Siyasetninki resmi bir davlat shaklda qiliblaşqani Yevropa. Amaliyotda bu biz Yevropalik 1500 yil, masalan Don Kixot hamda Don Kixot Cervantesning asridan keyin barliq kelganda ekan, Fransiya, Italiyadagi milliy uyg'unish edebiyotdan ekan. Lekin bizningki ajdodlarimiz ulardan burun 500 yil burun o'tirib qo'ydi. Masalan, Yusuf Qazojning Qutatqibilik edi. Xo'sh. O Qutatqibilikni men rasmsam o'qib boqmadim. Ama Mehmet Tursun Kam'nınki maketini o'qigandan keyin Qutatqibilikda o'tirib qo'yilgan fikrlarni, Qutatqibiliklarning ne kadar ta'siri borligini his qildim. Nima deganda biz 500 yil burun, ya'ni davlatni qonun orqali, axloq orqali boshqarishni o'tirib qo'yib bo'ladi ekan. Biz aman aytib bir xil chekinib ketganligimiz uchun
Şunu bilan yana bir narsani his qildim-da men. Bu kitobni o'qigandan keyin ichki jumuriyatni hamda biz quvdi. Sabit Damillam, Ilxon To'ramda. Men nimalarga xabar olganchigimda Turkiyaga yangi chiqqan. Bu ichki jumuriyat qurdi ekan, nima jumuriyat qurdi deydi. Bu azaldan biz mustaqil yashab kelayotgan millat bir to'saq, davlat to'saq. Ham ichki jumuriyat qurdi degan gapning ma'nosi hamda bu Uyg'urlar azaldan qul yashab kelgan, ya davlatsiz yashab kelgan. Davrninki yaratib olgan fursatlar davlat qurib olgan degan bir xil mujmal, ya'ni xalqning zaminda bir xil nim qilib olgan degandek bo'lib qoldigan to'sa dedim. Lekin men kitobni o'qigandan keyin nimani his qildingiz desangiz, o ichki jumuriyat qurdi deganimiz uning oldidagi podshohlik shaklida, aynan keyin feodallik shakldagi jumuriyat imperatorni qurib ekanmiz. Men kitobni o'qigandan keyin men his qildim, hozirgi davrga mos kelgan demokratiyalashgan islom jumuriyatini qurib chiqib ekanmiz. Mesela, bundan nurg'un narsani his qildim. Ana keyin men bizning Almas Haji degan akimizmi bu kitobda o'g'liqan nim qildi. Bir maqola yozibdi, uni o'qib baqdim. Uningda yaxshi gap qildi. Masalan, uning mavzusi bunday ekan: tariximizning jonliq ko'rinishi milliy ruhning o'qishlik dasturi. Deganda uni debdi, oila tarbiyasi millikimiz, kimligimizni va mijoz xarakterimizni shakllantirishda muhim omil bo'lib qoldi. To'g'ri. Bu nəhayət yaxşı. Lekin bu hamma Uyg'urning o'yida menimcha birdan bo'lash deyishlik deyman bu kitobni. Nima uchun? Bizning balamizga so'zlab berdik, bizda tarix bo'lsa, balalarimiz shu tarix orqali o'zining kelajagini yarata oladi. Tariximizni o'rnak oldi. Men angliyalik bir tarixchining bir gapi bor. Tarixni kontrol qilgan bugunni kontrol qildi, bugunni kontrol qilgan tarixni kontrol qildi deb. Biz balalarimiz so'zlab bergan tarix bo'lmasa, cho'ng dadamimiz qilgan desa 5-oyda bu nima yazda buğday terip 8. ayda qo'noq o'yab, oyda qilib deganda bilan o'tib ketgan o'maydi. Bu mandaq bir sistemlashgan, mukammal bir tarixiy kitobni bolalarga o'qib berish, o'qitish orqali vatanparvarlik tarbiyasini oiladan yetildigan bo'ldi ekan deb o'yladim. Shuningdek bu kitobniki qiymati intayin yuqori deb qarayman. Hamma Uyg'urning biridan uyda bo'lsa ekan deb o'ylayman. Anadan keyin bu kitobniki yana bir alayidligi odamni qoyilish qilish kuchi intayin yuqori. Elingan dalil, ko'rsatilgan paket, jonliq, aniq. Masalan, ma kitobning ma bölgüdə ma yerdan elingan. Ma kitobning ma yerda elinishlan bilan bu kitob ma yerda saqlanayotganda mishadan izlab topqani bo'ladi deb, hamma aniq degan. Hamda hozir masalan Uyg'urning beshida azimida ig'ir bir musibatli bir ig'ir kunlar qilayotgan vaqtimizda ba'zan qarindosh millatlar bizning tariximizda o'tgan mashhur shaxslarni, masalan, Alisher Navoiy, Yusuf Xasajib, Mahmud Qashqarni qarindosh millatlar bizning deydigan bir g'avg'o bor. Bu g'avg'oga nisbatan biz ular voy bu mening deb ig'izimizni mening deganga ular ishonmaydi ya boshqalarni ishondirmaymiz. Bizning maqsadimiz ishontirish emas. Lekin shundaq da'vatlash bo'lib qolgan vaqtida cho'qim bizning qo'limizda paket bo'lish kerak. Paket bo'lmay turib, mening deganga haq ishonmaydi. Shu vaqtda mush kitobni ko'tarib berib, mana deb oldi chiroyli qo'yib, sen Alisher Navoiyni mening da'vatsa mani o'qibaq. Yoki Yusuf Xasajibni mening da'vatsa mani o'qibaq deb paketni o'tirib qo'ysak, paket oldida film o'siribdi deydigan bir gap bor. Shunga hamma narsani hal qilgan bo'ldi deb o'ylayman. Hamda u tariximizda o'tgan bu qadar qimmatli bir odamlardan, ajdodlarimizdan biz ulardan tarixini o'rganib, ulardan ro'yi oziq elib, o'zimizningki tarixini betib mukammallashtirib chiqmasak, biz yani shu tarixningki chaqida izlayveramiz. Tarix oylandi deydigan bir gap borken, tarix oylandi cho'gilib, yana izg'i keldi. Biz shu tarixni u besib oldi, bu besib oldi, bu besib oldi, u besib oldi deb ko'zimizdagi qalliq yosh qurmaydi. Shuningdek buni hamma bir Uyg'urningki uyda birdan bo'lishini umid qilaman. Anadan keyin yana bu kitobningki tili nihoyat tuzuk. Gerçi Mehmet Tursun Uyg'ur qahramon akimizmi o'zini bir Komünist Xitoy imperiyasining turli tuman zarbalari tufayli olim kitobni o'qiyanmaganligini tuvanchilik bilan bu kitobni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bir yozuvchi bo'lish, yozuvchilik kasbini so'ydigan, kasb axloqini qadrlaydigan odam uchun o'zlik tirishchilik yetarli deb o'ylayman. O'z tirishsa xalqqa chunqur cho'kalaydi.
shu tirishchalik orqali xalqning turmushiga cho'kalisa cho'qim yaxshi asar yozib chiqa oladi. Masalan, tariximizda o'tgan, bizning tariximizda demasakmi, bu hamda chet elning tarixi dunyodagi dangliq desak, masalan, Pushkin deylik, Ruslarning adabiyot peshvosi, u aytdi, o'qish fursati erishamagan, Marksizm, Gorgiyim shunda, Navoiy, ki Lev Tolstoy'ni o'qish fursatiga erishib ketamagan, masalan, Rus adabiyotining hamda bebaho go'harlar desak. Lekin masalan, dunyo shu yozuvchilarning peshvosi deydigan Hemingwayni o'qish fursatiga erishamagan bir dengizchiliklarni qilgan, hatto urushda qatnashgan. Lekin Yigo shundoq dunyodagi dangliq shaxslar hech qaysi bir yaxshi o'qish fursatiga erishamagan bo'lsa, dunyoga nisbatan mo'jiz xarakterli asarlarni yoza olgan. Demak, bu yerda Mehmet Tursun akamizningki bu kitobida garchi o'qimagan bo'lsa, tilini suzuk, jonliq, tushunishlik, ravon. Bir odam o'qisalar, uningda yoki lug'at izlab jurib, "Voy, men so'zni tushunamadim" deb lug'atga bir qaylab baqay deb deydigan ish yo'q. O'zini ravon, tushunishlik, sistemlik, retlik yozib chiqqan asar. Lekin bu asarningki yana bir aloyligi tarixni aniq, ro'shan, hikoya shaklida ichib bergan. Masalan, galaylik biz bir ko'ktur xandallig'iga oid hikoyani izlamoqchi, shu tarixni izlamoqchi bo'lsak, shunga oid bo'lgan kitobni olsak, shu sahifasidan shu ko'ktur xandallig'ining bir butun bir tarixni qisqa, ixcham, meg'izliq qilib, shu tarixni unda o'qiblam bir xabar shaklida bo'lsa-mu, bir tushuniladigan qilib holatda yozib chiqa olgan. Bu yozuvchilikdagi nayt pishiq, qalami pishiq, ko'z shiqlari yuqori bir masalalarga yuzlangan chog'da to'g'ri tafakkur qila olgandek darajada bir saviya talab qilgan ish. Buni nayt yaxshi yozib, yaxshi nim qila olgan lekin. Endi bu kitobning yana bir aloyidligi, bu kitobda nayt bir xil samimiylik bor. Ya mubalag'alashtirib, masalan, tariximizda manda odam o'tibdi deb uni bir hayvatlashtirib, ya mubalag'alashtirib, hayvatlashtirib, ya uni sundirib yetadigan manda ish yo'q. Nima bo'lsa, shuni yozgan. Ya'ni qozonda nima bo'lsa, cho'mish shu chiqadi degandek, aynan yozib chiqargan. Shunlashqa men deydiganim bu kitobni hamma Uyg'urning birdan uyda elib, saqlab qo'yishni, bo'z bolalarga o'qib berishni, balalarga tavsiya qilishni, balalarni o'qitib, o'ziga ilhom olishni, balalarga o'rtaq bir tarixni tadqiq chiqarishni umid qilaman. Anaki Mehmet Tursun Uyg'ur qahramon akimizga deydiganim bu kitobni bo'lsa, balalarning o'qishiga mos keladigan bir shaklda yana bir qayta yozib chiqsa deb o'ylayman. Kichik balalar. Anaki mening deydigan gapim, bu kitobda Mehmet Tursun akamning mush kitobida Ernest Hemingwayning mana bir gapi bor. Shuni aniq debdi dedim men. Ernest Hemingway shunda degan-ku, sen bir kishini mustabidlikning tufayli yo'qotib deb, uni urib, ya uni etib yo'qotib ro'yini yo'qotib o'tmaysan degan. Bu degani ham hozir bizga nayt mos keldi. Buni Mehmet Tursun Uyg'ur akamiz mush kitobda aniq isbotlab bergan. Ya'ni Kommunist Xitoy imperiyasi bizning tariximizni yo'qotib, madaniyatimni yo'qotib, kulturimni yo'qotib, hamma yo'qotishgan narsani yo'qotib, eng oxir Uyg'urlikni yo'qotib degan chog'da menda bir yaxshi asarning dunyoga kelishi, albatta bu bizning madaniyatimizni saqlab qolishimiz, tariximizni qaytadan qizib chiqishimiz. Shuning bilan tarixga bo'lgan cho'kishimizniki hamma jihatdan buni aytib bir qimmatli kitob deb o'ylayman. Oxirida shuni degan bor, endi men Amerikaning sobiq prezidenti Bill Clintonning bir gapi bor. Bir millat uchun sen xizmat qilmoqchi bo'lsang, ikki ish qil. Biri siyosiy bo'l, yana birisi yozuvchi bo'l deb. Bu Mehmet Tursun akam meningcha siyosiymi deb o'ylayman. Nima uchun desangiz 2008-yilda o'sha Olimpikda o'ziga o'tga qilishgan bir haqiqiy bir shuqur saviyatga siyosiy ongni talab qilgan ish. Lekin yozuvchi. Bo'lsa Mehmet Tursun akamizningki yozuvchilik ishlarini qo'llashning uchun bo'lsa bu kitobni elib, uyga saqlab qo'ysa, demak bir shu yozuvchilikning nisbatan o'ziga bir ilhom bo'ladi. Endi hozir sizmi bilasiz, bu chet el deganda yashmoqmi bir masala, hamda mushunchalik bir kitobni yozib chiqqan odamni bir qimmatini qilish, shuning qadriga yetish, shuni beshimizda egiz ko'tarishmi bizning burchimiz.
O vaqtda Muhammed Rashidning bir gapi bor. Qimmatiga Esillahning qimmatiga say yetmasang, yatla yetmisin deb. Shunlashqa qo'limizdan kelganda har qacha nima qilsak bo'ladi. Endi bu Mehmet Tursunkan bu kitobni yozib, menimcha bir olim yo bir nima bo'lib ketsam deb o'ylamadi. Faqat o'sha xalqimizning bir bo'shlig'ini to'ldiray deb yurakini sarf qildi. Shu yo'lda izlandi, belgili darajada yaxshi natija yaratdi. Shunlashqa mening deydiganim endi xalqniki bo'lsa, Uyg'urning birdan bo'lsa deb o'ylayman. Ammo bu kitobning bir ojizligi bormi deb o'ylayman ana. Shuni so'ramoqchimisan? Ba'zi kitob haqidagi kitob nashr qilingandan keyin chiqqan har xil fikrlarga siz anglagan bo'lishingiz mumkin. Buningga qanday endi bu menda ba'zan men shu nima qaradim Facebook'ga hamda jonliq yayilgan axborot vositalar qayildim. Ba'zilar deydi bu tarixda bizning tariximizda ba'zan muhim degan shaxslar qolib qolgan. Ba'zan kishilarni yozmaydigan kishilar yozilib qolgan dedi. Buningda Mehmet Tursunkan o'zimi izohat beribdi. Bu kitobdan yozish jarayonida hayotlinikini yozgan olmaydi ekan deb. Eng muhimi bizning tariximiz hozir shundoq darajada vayron bo'lib ketgan. Men boy dedim o, hattoki men o'zimni o'qimishli odam desam, 5-buvamning ismini bilmayotgan bir avval ostida bunchalik bir kitobni yozib chiqmoq degan o'ng'ay ish emas. Tarixiy material yo'q. Tarixni kitobni nereden topamiz? Undaq bir avval ostida bundoq bir kitobni yozib chiqmoq ham tez. Shunga bu bir masala kelgan chaqda keskinlik bilan kesiblar anda değişik bo'lmaydi. O sharoitga baqish kerak. Chunki sharoitga sen bakmasan, adam sharoit sen bakmasa, sen cho'qim sharoitga beqishing kerak. Masalan, deylik, meningmi hozir shaxturishdan chiqib ketib, biya so'zlab o'taq shaxturishdan chiqib ketib, dehqonchilik qilib, qo'y biqib, ota-onamiz adi dehqon mol boqib. Men shuni qilib, o'zimning vatanimda, o'zimning xalqining qo'yinda, o'zimning vatanimdagi masjidlarni chiqib, azanda 5 vaqt namozimni o'qib, xalqining qo'yinda shunday almonglab o'tib hayotimni oxirlashtirishni hozir shunda orzulayman. Lekin uningga bizga hozir sharoitimiz yor bermayapti. Mushunda qattiq bir sharoitda, mushunda bir yaxshi asarning maydonga kelishidan biz faxrlansak, rag'batlandirsak bo'ldi. Bu yetersizliklar bu yo'q degan bo'lmaydi. Nima uchun degan chaqda mukammal narsa dunyoda yo'q. Mukammallashtiradigan narsalar bor. Masalan, to'mini mukammal degan bo'lmaydi. Pulatga aylanganda. Shu to'minimi pulatga aylandigani bo'ladi. Uni mukammal ish qo'shash, mukammallashtirish yo'lida. Oltinni topgan chaqdalarga sap bo'lmaydi. Uni saplashtirish uchun xizmat qilgan gap. Bu kitobga kelgan chaqda hamda ba'zilar o'zining hissiyotiga berilib ketmay, cho'qim o'zining yashayotgan muhitini qanchalik bir material bor, qanchalik bir mushin asarni texnik mukammallashga biz sharoit bor, shuni o'ylashib qilish kerak. Ama mening bu kitobda Sitnochini menimcha o'sha qadam deb o'ylayman. Nima uchun degancha Sitnochi o'zining o'lim qilgan o'zi appa degan gap, u tajovuzlar bilan hamkorlashdi degan gap. Mayli u savotsiz bo'lsin, mayli savodli bo'lsin. Men bu ashadimga mening kallamda o'tmaydi. Ammo lekin bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Ammo buni endi bu yerda deb yurishning o'rni yo'q. Lekin men bu kitobda to'xtalgan ekanman, men uni deyishim kerak deb o'yladim. Mening his qilganlarim bu. Hamda bundan keyin deydiganim Mehmet Tursun Uyg'ur akimizga qo'lidan qalam tushmasin. Biz hozir qilayotgan Kommunist Xitoy imperiyasidan qilayotgan kurashlarimizdan eng nimasi shu tashviqot urushi bo'lyapti. Eng muhim shu. Ana shu tashviqot urushlarining ichida yiziqchilikmi bor, mush shaklda so'zlashmi bor, o'zimizning dardini anglitishmi bor. Bu qalami tushmasin, xalqmi Mehmet Tursun Uyg'ur akimizni ham boshqa yozuvchilarni qo'ldan kelgan tariqacha qo'llab, aytgasibi ishkiziq kavob bilan ishki taqsilag'ma yemidi yo'q. Shunchalikni bo'lsa bir-birini qo'llash, bir-birini rag'batdan texnik yaxshi asarlar maydonga keldi deb o'ylayman. Men oxirida shuni degim bor. Osman Turk imperiyasining eng oxirgi podsho Abdulhamid Xon zamonida kelgan chaqda kurdlar keldi ekan. Biz podshoyim davlat qurildi degan to'g'ri. Degandan keyin Abdulhamid Xon deyotgan-ku, bu bo'ladigan gapga biz bir maslahat ishlaylik deb o'rdaga chaqirgan, chirib maslahat ekan, birisi bir nima deyotgan, birisi bir nima deyotgan, birisi bir nima deyotgan deyadi. Degandan keyin Abdulhamid Xon podsho
Mening azroq ishim bor, men charchab ketdim. Sizlar bunda nim qilmay, temsilchilaringni elib kelinglar, ya'ni vakillarni elib kelinglar deb yo'lga chiqardi, sap qo'ydi ekan. Andan keyin shu bir oy o'tgandan keyin Abdulamat xonimda o derazaning pardasi tutilsa, 50 dana otliq, 2 dana cherik va qilich asqan, o'zi otning ustida turgan odam ko'rdik. Katibni chaqirib, kim ekan u? Degan keyin ko'rtli ekan. Chaqir kelsin. Chiriklar qoladi ekan, 50 ga chirdi ekan. Deydi ekanda, qanday bir maslahat qilib bo'ldinglarmi, temsilchilarni ekanligimi deganda ekan. Shunday keldik, biz bir qaror keldik, davlatni qurgan bo'ldik. Deganki, o'pdan gap, qanday shaklda qilmoqchi, talab maqsadingiz 50 xil gap qildi ekan. 50 xil talab qo'ydi ekan. 50 xil jo'rabiyalik o'rin ko'rsatgan. Abdulamat xon peshonasiga paqqa urib, sizlar bunday qilsanglar qurib olmaysizlar. Hozir Turkiya Osman Turk imperiyasi mutazan nima emas oldi. Sizlar ketib bir odam kelsin, men qilib beray deydi ekan. Degan ketib shu pit kelmaydi ekan. Men nima hech bo'lganimda xalq o'pdan tushundim. Men bu gapni bizning maktabdagi o'quvchilarning o'zidan og'zidan angladim. Men bu gapni hamda bir kitobda o'qiganim yo'q. Yo'q, o'z yaqimdan chiqarib olganim yo'q. Bunda. Shunlashqa qadrlaydiganni qadrlaylik. Qadrlamaydiganlarga ahamiyatsiz ishlarga 50gimizcha urib kelaylik. Unda qilishning hojati yo'q. Oxirda aytganim shu. Tamam. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Güzel. Müthiş lazım. Kadirli görmelerimiz şuna kalıp 3. söhbetimizi bu müşahede ahırlaştıraydı. Hakikaten özü bilen mi bizninki programlarımız avantgard programımızda da bir söhbet ötküzülgen oldu Mehmet Dursun akımız bilen. Ama uçuk söhbet programımızda uçuğunu etken vaxtıda ben açıkçası hatta planını tüzüp bulup yakında çağırman dep koyup ama çağırıp bulamadım. Her xil işler bilen o akımız mı aldıraş, biz mi aldıraş degендek. Ve ahirki bir yıl yıkamıp kaldık deyim hatta istiqlalda birge işleyatımız. Ama aldıraşığımızdan başka yerde özü başka şıkan işlevat kaçka. İkramata akilip bir sohbetleşkidek derecede bulamadık. İnşallah yakında ama çağırman özünün kimi bu ikinci emgeki hazır nime işlerini kılıvatıdı. Yani bu millet için çokum davamlıq başqa turib turduğanlığını ben ta Türkiye'ye kelgende ben körüp duruyatkan bir akımız hem de özü. Türkiye'ye kelsem mi şu tirişçanlığı bilen qo'ldan kelgancha harakat qilib turayotganligiga shahid bo'layotgan bir akimiz hamda. İnşallah pat yaqinda o'zini taklif qilib, yana qandaq bir millatga yaqinda e'lon qilingan qanday asarlar va bu kitob haqida inşallah o'z og'zidan fikr elishga tirishman inşallah. Rahmet, güzel işbirliğiniz Allah razı olsun. Demek Mahmutcan sözlegендek bir milletni ayakta tutuş, bir milletinin ruhini urgutuş. Bugün meselenge oylap bakaylı ki Türkiye'de, hatta Türkiye'de emas bütün dünyada en aldığın Katar'da körülüş derecesini eşip rekord kırıvatkan, rekordlarını buzuvatkan Diriliş Ertuğrul'un ki filmini hemmimiz bilimiz. Fakat Türk milletlerim kömeği onu, başka milletlerimi körüp şu kadar o filmden işildişideki, bu kısmı filmden işildişideki maksat mı? Müşahedeki özünün tarihini, özününki bu şanlıq ötmüşünü unutup qalay devatkan, nurgun garip medeniyeti bilen mengisi yüyütligen bu evlatlarga, bu yeni bir evlatlarga ana şu ruhunu singdirish, o kahramanlıklarını yeniden bir esletip, öz tarihiga bir qarab beqib, öz tarihidan faxrlanish tuyg'usini his qildirish uchun shu filmlar ishlanyapti. Filmlar bilan qo'shib nurg'un kitoblar yozilyapti shu tarixga aloqador. Shu kitoblardan filmlar ishlanib chiqyapti masalan. Qanchalik muhim ekanligi bir millatni haqiqatan uyg'otish, bugünkidek tushkun holatga tushib qolgan bizdek millat uchun albatta bu tarixiy shaxslarimizni farzandlarimizga degandek buni tushuntirish, güzel bir şekilde o'qib berish, anlatish buni hikoya shaklida hakikaten muhimligi shaksiz hamda vatandan uzoqda yashayotgan bizdek xalqlar uchun texim muhim deb qarayman bu ruhni uyg'otish uchun.
Rabbim ömür berse yana bir qatımlıq söhbətdə görüşküçə sizlərni Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.